U artist bo'lganda 1885 qitim rad qilingan. To'y qilib xotinining kutkichisi bo'lib, beqishiga qarashliq bo'lib qolgan. O'smirlik chaqlarida otasi tarafidan tug'mi 4 deb haqoratlangan. O'qiyotgan chaqlarda o'qituvchilar tarafidan hamon bir kuni tok o'rindiqda o'ltirib o'lsan deb tillangan. Hatto tug'ilgan shu daqiqadan boshlab taqdir bilan tirkishib o'tgan. Bu kishi dal Stallondir. U butkul bir umrini o'zining ssenariylaridagi rollardek o'tkazgan. Faqat o'zingizga ishongan chaqda ondan o'zingizning kishilik hayotingizga erisha olasiz. Grossing movies ever. Sylvester, Sly, Stallone. Bir 1964 yili Jongoda Kompartiya bilan Gomindan o'ttirsidagi ichki urush portlaganda Mavjushi Yan'anda barliq jahongirlarning hammasi qog'oz yo'lvos degan dangliq hukmini o'ttirib qo'ygan. Dal mushu chaqda Tinch okeanning Yiroq qarshi qirg'oqidagi Amerikaning Nyu-York shahrining Manhattan rayonidagi bir namrat oilada 7-oyning 5-kuni bir bovoq qiyin tug'utda tunjiqqan holda taslikda tug'ilgan. Sestra ehtiyotsizlikdan tug'ut qisquchi bilan uning so'l taraf yuz qismining nervisini kesib etgachga yuzining so'l tarafi, qalpuki va tilining umrlik palach bo'lishini keltirib chiqargan. Bu qitimqi yaralanish uningga balki xarakterli qiysiq ig'iz va iniq bo'lmagan talaffuzni ato qilgan. Ota-onasi uningga ism qo'yishda birlik kelanmagachga uning ismi uzluksiz uzrab eng oxiriga borganda to'liq ismi Michael Sylvester Gardencio Stallone deb muqimlashgan. Ammo u bu uzun ismini asosan degudek ishlatmay, Neil degan qisqartirma ismini ishlatgan bo'lsa-mu, ko'pchilikning bakrak biladiğini yanla Stallone degan ismi. Uning o'smirlik davridagi turmushini nihoyatda ichinishlik boshlangan deyishga bo'ladi. Otasi Frank Stallone italiyalik bo'lib, Nyu-Yorkda bir zanjirsimon satrashxona ochgan. U bir asabiy chavgan top tanarkachisi bo'lib, chavgan top kaltik bilan Stalloneni urushga bekla amroq edi. Hatto boshqalarning oldida uni tug'mi 4 eng yaxshi chiqish yo'ling askar bo'lish, chunki askarlikda kalla ishiltish ketmaydi deb tillagan. Stallonening o'zining aytishicha, otasi bu dunyoga aprida bo'lgan eng shafqatsiz odam ekan. Hatto keyin Stallone nom qozongandan keyinmi otasi davomli turda chavgan top o'ynaganda doim degudek uningga hujum qilib turgan. Opsi Jekoylen Frank Srabovich Fransiya va Yahudi qon sistemasidan bo'lib, serik o'migining bo'shliq gimnastika artisti, kechilik klubning naqshchisi qatorli xizmatlarni qilgan. Keyin yana polchi, chelishni kengaytguchi bo'lgan ham ayollar chiniqish sariyi Barbarani qurib chiqqan. Opsi bir umr yangilikqa intilib o'tgan bo'lib, o'z muhabbatini bolalarga bakla oz sarf qilgan. Stallone ziyorat jarayonida opamning yerimi Fransiya qon sistemasidan, yana yerimi bo'lsa marisliq degan. Aile zo'ravonligiga amroq dadisi bilan ishonchsiz opasi uning 3 yoshdan burungi hayotidagi barliqi edi. 4 yoshga kirganda ukisi kichik Frank Stallone tug'ilgan. Aka uka ikkisi umr vayat bir-biriga yaryo'lak bo'lib o'tgan. Keyin ukisi tanliq kompozitor va naqshchi bo'lib, uning burungi nurg'un kinolarning asosli muzikasini ishlab bergan. Lekin ayni chog'da qanday qilib hayot qilish ularning eng cho'ng masalasi edi. Kichik vaqtida ota-onasi asosan yenida turmag'achqa, u o'xshamagan vaqtliq turish organlarida cho'ng bo'lgan. 1951-yili ota-onasi bilan Maryland shtatiga ko'chib borgandan keyin ondan bir qadar muqim bir oilaga erishgan bo'lsa-mu, uni saqlab turgani bosh oyog'i chiqmas jidal mojaro va zo'ravonlik bo'lgan. Hammadan zerikkan u 10 necha qitim uydan qochib ketgan. Uyga qaytqudek puli qolmay jidal terib soqchi idorasiga kirib qolganda, soqchilar hukumat xarajati bilan uni uyiga akab qo'ygan. 1957-yili 11 yoshli Stallonening chak chekidan bo'silib ketgan oilasi oxiri gumron bo'lib, ota-onasi rasmiy ajrashib ketgan. Shuningdek keyin uning turmushi va mijozida zo'r o'zgarish bo'lib, ilgari oxiri bo'lib 13 maktabdan qo'landa qilingan. O'qituvchisi bu bolaning eng oxirgi natijasi to'qliq o'rindiqda o'ltirish bo'ladi deb kesib hukm qilib etgan. Uningga amal qilinmagan opasi oxiri uni Amerikadagi maxsus masalasi bor bolalarni tarbiyalaydigan bir yotoqliq maktabga olib bergan. U bu yerda hayotidagi tunji burilish nuqtasini kutib olgan. U tunji qitim Steve Lebis rol olgan Hercules degan kinoni ko'rgandan keyin Yunon haykallardek mukammal badanga ega bo'lgan bu odam uning qiziqishini qo'zg'ab, "Menmi uningdek odam bo'laman" deb iroda bog'lab, mashinaning choqidan shtanki yasab, asabiylik bilan badan chiniqtirishga boshlagan. Bir yil ichida bir ovoq boladan maktab Zaytun top komandasining boshlig'i va eng mahir boksorchiga aylangan. Bir o'qituvchisi uning drama o'ynab beqishini tavsiya qilganda, u tunji qitim sahnaga chiqib, mal sotquchining o'limi dramasida rol olgan. Shu daqiqada u tuyuqsizla o'zining mushtiq tayanmaymi boshqalarni tinch o'ltirib o'zining gapini anglaydigan qig'il bo'ladiganligini his qilgan.
1965-yili 19 yoshga kirgan Stallon drama va tantarabiya jihatdagi talantiga asosan yuqori so'mliq o'qish mukofotiga erishib, Shveysariyaning Leipzigdagi Amerika sho'yaniga o'qishga kirgan ham bu yerda o'zining bir umr mangdigan yo'lini bekitgan. 2 yildan keyin Amerikaga qaytib kelib, Miamida o'zining drama fakultetiga imtihon berib o'tib, sistemli holda aktyorlik va ssenariy yozishni o'rgangan. U o'qish bitirishga 3 numr qolganda barcha odamni hayron qoldiradigan qaror chiqarib, maktabdan chekinib, yanchoqdagi bari yo'q $106 pulini elib, o'zi yolg'iz Nyu-Yorkka berib kino sohasida o'zining davrini yaratmoqchi bo'lgan. Ammo Nyu-Yorkda uni kutib turgani o'smirlik davridagidan ig'ir bo'lgan qiyinchilik va umidsizlik edi. Chunki 100 qismi palach ham talaffuzi aniq bo'lmaganlikdan u Nyu-Yorkdagi barliq drama o'maklariga berib sinab beqishga iltimos qilgan bo'lsa-mu, lekin hammasi uni rad qilgan. Kishilar bevosita holda uningga og'zing maymoq, gapnimi ochiq qilolmaydigan nimanga qandoq artist bo'lasan, mangu bo'lanmaysan deyishgan. Yashash uchun u hayvonotlar bog'chisida shir qabzini tozalag'uvchi, portda hammal, kinoxonada o'rin ko'rsatuvchi bo'lgan. Oxirgisi u eng yaxshi ko'radigan xizmat bo'lsa-mu, lekin bilet ayankashligi qilganligi uchun ishdan haydalgan. 1970-yili 24 yoshga kirgan Stallonning yanida tiyinning sunuqimi qanmag'achqa uy egisi tarafidan uydan qo'g'lab chiqarilib, Nyu-York port ishlari idorasi avtobus bosh bekitining tozaliq uyida sapmisaq 3 hafta yotgan. Baxt kelib ishikni chekkanda degan kinodagi ko'rinish naq uning hayot kartinasi edi. Lekin uning ishikni chekkani baxt bo'lmasdan balki bir pastkash kino edi. Uning o'zining deyishicha shu chaqda 2 kunlik film ishlash haqqi $200 bo'lib, agar u filmga qatnashmasa, bulonchilik qilishdan boshqa amali qolmagan. Shunda qilib u o'zining hayotligidagi tunji kino rolchiligini keyincha Italiya ayg'iri deb nom olgan bu kinoga bag'ishlagan. Hamma odam uning rol ilishini inkor qilayotgan chaqda u Nyu-York kutubxonasiga kirib olib, to'xtamasdan faqat o'zila rol ola oladigan bir ssenariyni yozib chiqqan. 1971-yili 25 yoshga kirgan Stallonga oxir kinochilik sohasida umrida tunji fursat kelgan. Woody Allen film ishlaguvchi bo'lgan Banan degan kinoda u bir lukchakning rolini olgan. Bu faqat bir necha ig'izli sahna so'zi bor kichikina bir qo'shimcha rol edi. 28 yoshga kirganda Stallon oxiri o'zining burilish paytini kutib olib, ozg'an o'smir filmining bosh rolchiligiga erishib, Brooklyn ko'chasidagi o'smir Stanley Sialoning rolini olgan. U bu komediyalik film orqali tunji qitim kasb sohasidagilarning diqqatini tortgan ham texmi ko'p ekranda sinab beqish fursatiga erishgan. Shu yili eng qiyin kunlarda o'zi uchun badal to'lagan qiz do'sti Sasha bilan to'y qilgan ham ikkalan barliq ta'alluqotini yig'ishtirib rasmiy holda Kaliforniya shtatiga ko'chib berib Hollywoodga yurish qilgan. U hamma yerda o'zini tanishtirgan bo'lsa-mu, bag'alli yerda miqqa usib olgan. Hatta Ataman nomli kino uchun maxsus 100 necha nafar italiyalik artist tanlangandimi, Italiya qon sistemasiga tava bo'lgan Stallon tanlanmagan. Stallon homildor ayoli bilan bir tar uyda turgan. İkisining banki hisobotidagi pul $200 dan eshib boqmagan. Hatta o'zining jinini saqlab qolish uchun azob qichidab o'zi uzun yil boqqan ishti vodkasini $50 ga setib etgan. 1975-yili 3-oyning 24-kuni Stallon televizor oldida boks shohi Ali bilan Chuck Wepnerning ig'ir darajalik musobaqasini ko'rgan. Shu chaqda 35 yoshga kirgan Wepner tex tonilmagan boksyorchi bo'lib, hamma odam uni Ali tarafidan osonlik paxshi qilinib itildi deb qaraganda, u Ali bilan sapmisaq 15 maydon musobaqa o'ynagan ham Alini urib yiqitib etgan. Gerçi Wepner musobaqada yengilmagan bo'lsa-mu, lekin uning oxirgacha tiz pukmas ruhi Stallonning vujudini larzaga keltirgan. U Wepnerning vujudida o'zining simosini ko'rgandek bo'lgan. Hech kim yaratmagan bir mag'lubiyatchining butkul dunyodagi o'zini isbotlaganini ko'rgandan keyin Stallon o'zini yotoq uyiga 3 kech kunduz solib olib, xat basqu bilan Rocky'ning mukammal ssenariysini yozib chiqqan. Töven qatlamdan kelib chiqqan bu boksyorchining ilhamlantirish hikoyasi o'ydirib chiqarilgan balla cho'chki bo'lmasdan, uning ilgirki 29 yillik hayotining kartinasi edi. Bu ssenariy uning butkul hayotini o'zgartirib qolmasdan, keyingi yarim asr ichida dunyoning har qaysi joylaridagi hayotning eng to'van bosqichida turayotgan son-sanoqsiz kishilarning ulgisi bo'lib qolgan. 1976-yili Stallon Rocky'ning ssenariysini elib Hollywooddagi barliq kino shirkatlarining hammasiga borgan bo'lsa-mu, 1885 qitim rad qilingan. Oxirida film ishlaguvchi Owen Robert pul chiqarib bu kinoni ishlashga qo'shilgan bo'lsa-mu, ammo Stallonning o'zi bosh rol elishdagi yadroliq talabini rad qilgan. Film ishlaguvchi taraf ilgari oxiri bo'lib $25,000 dan boshlab baho qo'yib, oxirida $330,000 ga o'stirgan bo'lsa-mu, lekin Stallon bir-birlab rad qilgan.
U bu ssenariyni men yozgan. Şoň bu rolni özümle alalayman. Eğer bu rolni özüm almasam bu rol özünün ruhini yo'qotib qo'ydi. Eğer mag'lub bo'ladigan ish bo'lsa-mu özümning usuli bo'yicha mag'lub bo'lishim kerak degan. Oxirida film ishlaguvchi taraf murassa qilib, bu filmni ishlash uchun 1,110,000 dollar ajratib bergan. Bu ayni chaqda bir kundilik turmush buyumining e'lonini ishlagudekli pul edi. Bu filmda uning ayoli operator bo'lgandan sirt ukisi bilan dadisimi qo'shimcha rolga chiqqan. Aslida bekitilgan ayol bosh rolchimi film haqqi texmi to'van bo'lgan Taliya Shalg'a almashtirib etilgan. Shu yil oxirida Rocky qo'yilgandan keyin butkul yer shari miqyosida 225 million dollar bilet kirimi yaratib, Oscar mukofotida 10 turda ismini atash mukofotiga erishib, eng oxirida eng yaxshi film, eng yaxshi rejissor, eng yaxshi kirishtirguchidan iborat 3 cho'ng mukofotga erishib, eng cho'ng yangichi bo'lib qolgan. Stallonening o'zimi eng yaxshi artist va eng yaxshi ssenarist mukofotining nomzodi bo'lgan. U bu filmda Rocky'ning og'zi orqali butun dunyoga mundaq xitob qilgan. Hayotlikda sizning boshqalarga qanchalik og'ir zarba bera oladiganligingiz muhim emas. Eng muhimi sizning qanchalik og'ir zarbaga uchrabmi yiqilmay, yanada oldiga qarab ilgariya oladiganligingizdir. G'alaba degan dal mushundaq qo'lga keladi. 1982-yili 36 yoshga kirgan Stallone kasbiy hayotining eng yuqori pallasiga yetgan bo'ldi. U mangu o'chmas ikki rol bilan o'zining Hollywoodning harakatli film sohasidagi shohlik o'rniga asos soldi. Buning birinchisi Rocky 3 bo'lsa, ikkinchisi Birinchi tomchi qon edi. Bu bir romandan o'zgartirilgan kino bo'lib, Stallone'dan burun John Travolta, Al Pacino qatorliq Hollywooddagi gigant cho'lponlarning hammasi Rambo'dan iborat bu rolni rad qilgan edi. Biroq Stallone bu rolni qabul qilgandan keyin o'zining ssenariy jihatdagi talantini yana bir qatim namoyon qilib, kinoning ssenariysini zo'r darajada o'zgartib, hikoya syujetini o'zining tasavvuri bo'yicha rivojlantirib, butkul yer shari miqyosida 125 million dollarlik bilet kirimini yaratib, Rambo'dan iborat kona askarning obrazini yolg'iz urushga qarshi turish ruhining olmash so'zi qilib qolmay, yana butkul dunyo xalqining qalbidan o'rin olg'izdi. Hatto klassik o'yin kurash ro'yi Hondolo'ning asli tipi bo'lib 80-yillarda tug'ilgan son-sanoqsiz bolalarning bolalik aslimasi bo'lib qoldi. Bu filmda Rambo'ning aytgan shu so'zi kishilar qalbiga cho'nqur o'rnagan. Biz davlatimiz uchun jinimizni pido qilishga tayyor turdik. Biz faqat davlatimizning bizni xuddi biz uni so'ygandek so'yishini umid qilamiz. Shundaqla hech nimaga arzimas holda yashagandan ko'ra, bir ulug' maqsad uchun o'lgan yaxshi. Rocky 4'ni ishlash jarayonida u dunyoviy karate chempioni Dolph Lundgrenni Sovet ittifoqi mohiri Ivanning rolini elishga taklif qilib qolmay, yana haqiqiy bo'lishni ko'zda tutib, uningga o'zi bir umr pushaymon qiladigan qarorni aytdi. U Lundgrenga ikkimiz rost bir elishib boqayli. Buni kino deb qaramay, rost musobaqa deb qarab, butun kuchini ishqa solgin. Mumkin bo'lsa meni urib aylantirib at degan. Tuz mijozlik Lundgren Stallonening bastiga qarab qilchi ikkilanmagan holda Stallonening ko'ksiga musht bilan birni urgandan keyin Stallone shu hamon hushidan ketib Los Anjelesdagi og'ir kasallarni kuzatish uyiga kirib qolib, 4 kun jiddiy qutqizilgandan keyin ondan xatardan qutulgan. Shu yili birinchi tomchi qon 2 qo'yilib, zo'r muvaffaqiyat qozongandan keyin Hollywoodda Schwarzenegger ishqisining harakatli film shohlik taxtini talashish ko'rishi rasmiy holda sahnaga chiqdi. Shuningdan boshlab ishlayotgan kinolarda kimning muskuli cho'ng, kimning miltig'i yo'g'on, qaysisining portlash ko'rinishi texmi haybat, kimning bilet kirimi yuqori degandeklarda basishishga boshlagan. Keyincha Rambo'ning xanjirining bag'ansiri uzrab ketishida asosligi Stallonening xanjirim Schwarzeneggerning oldingi kinoda ishlatgan xanjirdan cho'qim uzun bo'lish kerak deb ching turib bilishidan bo'lgan. Shuning bilan ishkelanmo xuddi ichimlik sohasidagi Coca-Cola bilan Pepsi-Coladek erkaklarning harakat filmini asosiy jihatdan kontrol qilib olgan. Lekin atmas tang, patmas quyosh bo'lmaganidek Stallonening kinochilik hayotimi tövanga qarab yuzlanib, hatto ishligidek kinomi chiqmaydigan holga tushib qoldi. 1994-yili Stallonening keyingi ayoli Jenniferdan bo'lgan cho'ng qizi Sofiya tug'mish yurak kasali bo'lib tug'ildi. Orqadan o'tiranchi qizi Kristin va kichik qizi Scarlett tug'ildi. Jennifer va 3 qizi uning hayotining to'van pallasidagi eng asosli yo'lanchiki bo'lib qoldi. Ham bu xil to'van holat 2006-yilgacha davomlashdi. 60 yoshga kirib qolgan Stallone hamma odam uni kallasidan ketibdi deydigan bir qarorni chiqarib, o'zi yezib, o'zi rejissorlik qilib, o'zi bosh rol olmoqchi bo'lgan Rocky 6ni o'ttirg'i chiqarganda, Rocky 5 filmiga mablag' solgan kino shirkatlarining xohlagancha o'zgartishi bilan ig'ir mag'lub bo'lg'achqa, kino shirkatlari uning bu turini kollektiv holda rad qilishgan.
Chunki ularning qarashicha hech kim 60 yoshga kirgan bir buvayning maydonga tushib boksyor o'ynashini ko'rishni xolamaydi. Lekin Stallone o'zi va bu rol haqida bir javob berishni qaror qilgachqa, o'zining qarshida qat'iy ching turib, bu film orqali o'zining o'rnini qaytadan tikladi. 2008-yili 62 yoshli Stallone o'zining yana bir dangliq kinosi Birinchi tomchi qon 4 ni ishlab, urushning rayimsiz mohiyatini haqiqiy ravishda ichib berib, 114 million dollarlik bilet kirimi yaratdi. 2011-yili Stallone harakatli film tarixiga yezilgudek ishdan birini qilib, Schwarzenegger, Bruce Willis, Lillian G, Jason Statham, Dolph Lundgren, Mickey Rourke qatorliq bir top harakatli film sohasidagi gigant cho'lponlarni yig'ib, pidoyla atirti yurishlikini boshladi. Ayni chog'da Kaliforniya shtatining shtat boshlig'i bo'lgan Schwarzeneggerni taklif qilish uchun u o'zi ko'p qatim uning oldiga berib, bu ikki raqibning 10 necha yil o'tgandan keyin bir kinoda rol olishini ro'yobga chiqardi. Suratga elish jarayonida Stallonening bo'yni sunib, po'lat taxtga qo'yishga to'g'ri kelgan bo'lsa-mu, lekin u yanada barliq ko'rinishlarni suratga ip bo'lishda ching turdi. 2019-yili 73 yoshga kirgan Stallone o'z qo'li bilan Rambo yurishligini oxirlashtirgandan keyin o'zini erkin qo'yib etib har xil filmlarda xohlagancha rol olishga boshladi. Bir yildan keyin Pidoyla atirti 4 orqali 13 yil davomlashtirgan bu filmni oxirlashtirdi. Sylvester Stallone faqat bir kino artisti emas, balki bo'shashmas tirishchanlik, egilmas iroda va o'z orzusi uchun qon kechib kurash qilish ruhining simvolidir. U o'zining o'zgacha talaffuzi va qiyshiq yuzini kamchilik emas, balki kino tarixidagi eng ulug' qahramonlik belgisiga aylantira oladi. U bizga Rocky'ning tili bilan shuni uqtirdiki, hayot ma'lum bir maydon musobaqa emas, balki yiqilganda qayta o'rnidan turish jarayonidir.